Ayni paytda joylarda xalq deputatlari, tuman, shahar, viloyat kengashi deputatlari o'zlari saylangan okruglardagi aholi vakillari bilan uchrashuvlar o'tkazib, yil mobaynida amalga oshirgan ishlari bo'yicha hisobotlar beryaptilar. Buning doirasida ehtiyojmand oilalar vakillari, nogironligi bor shaxslarga ham alohida e'tibor va e'zoz ko'rsatilmoqda. Dasturimizni shu mavzudagi reportaj bilan davom ettiramiz. Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish masalalarida mahalliy kengash deputatlari ham tashabbuskor bo'layotganlari e'tiborga molik. Chortoq tumanidagi 50-Hamid Olimjon saylov okrugidan xalq deputatlari Namangan viloyati kengashiga saylangan deputat, Namangan viloyati hokimligi huzuridagi malaka oshirish o'quv markazi direktori Rahmonjon Egamberdiyev bu gal tumandagi olis hududlarda joylashgan jami 16 ta, jumladan Saroy, Alixon, Qoramurt, Qorabog', Oromgoh, Gulshan mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi aholi vakillari bilan uchrashdi. Deputat dastlab joylardagi muammolarni hal etishga o'z vakolatidan kelib chiqib, mutaxassislarning e'tiborini qaratganini gapirdi. Masalan, Oboddiyor mahallasida svetofor o'rnatish, 2 ta kam ta'minlangan oilalarning xonadonini ta'mirlash, Soy mahallasida esa 8 kilometr masofadagi ichki ko'chalarni Jahon banki hisobidan asfaltlash, 2 ta ko'prikni ta'mirlash, davlat maktabgacha ta'lim tashkilotini yangitdan barpo etish, tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish, Qorabog' mahallasida hududni ekologik barqaror va obodonlashtirish maqsadida 5000 tubdan ortiq mevali va manzarali daraxt ko'chatlari ekilganini so'zlab berdi. Bu kabi ishlar boshqa mahallalarda ham izchil davom ettirilayotgani diqqatga sazovor. 16 ta mahallada 100 dan ortiq masalalarni hal qilishda yordam berdilar. Faqat tirishqoq, harakatchan inson albatta shu xalqimiz ishonchini oqlayapti. Bu shu mahalla yettiligi, shular hamjigarligi, aql inoqligi bir-biridan alohida bo'lib turadigan orqada amalga oshirildi. Prezidentimizni aytganlaridek, bu deputat xalqqa ishonchi, uni ko'makchisi, g'amxo'ri, doim uni quvvatlovchi deganlaridek doim shunaqa harakat qilishadi bular. Samimiy muloqot badiiy kompozitsion chiqishlarga ulanib ketdi. Mumtoz qo'shiqlar ijrosi, madaniyat markazidagi to'garak a'zolarining chiqishlari barchaga manzur bo'ldi. Uchrashuvda so'z olganlar xalq vakilining kundalik hayotda yillar mobaynida yig'ilib qolgan ijtimoiy muammolarni tezroq bartaraf etishda tashabbuskor bo'layotganini alohida e'tirof etdilar. Tadbir doirasida 3-dekabr Xalqaro nogironlar kuni munosabati bilan 15 ta mahalladan ro'yxati shakllantirilgan ehtiyojmand va nogironligi bor fuqarolarga xalq deputatlari viloyat kengashi deputati hamda O'zbekiston mahalla xayriya jamoat fondi viloyat bo'limi boshqaruvi tomonidan sovg'alar ulashildi. Birinchi guruh nogironiman. 15 yildan beri uyda o'tirardim. Shu elektron aravani berishdi. Men ko'chalarga chiqyapman, bozorlarga boryapman. O'zimni juda xursand tutyapman. Tumanimizdagi o'zgarishlardan xursandman. Bugungi tadbirimiz ham o'ta chiroyli, yaxshi bo'ldi. Ko'ngil o'ksizlarni e'zoz ehtiromlari uchun biz nihoyatda xursandmiz. Rahmat. Xalq deputatlari viloyat kengashi deputati Rahmonjon Egamberdiyev shu kuni nogironligi bor shaxslar istiqomat qilayotgan xonadonlarda ham bo'ldi. 10 yildan buyon umurtqa pog'onasi va asab tizimidagi kasalligi bilan og'riydigan bemor, birinchi guruh nogironligi bor Zebuzar Tursunboyevani parvarish qilayotgan oila a'zolari bilan suhbatlashib, davolanishi, tuzalib ketishi uchun qanday ko'maklar zarurligini o'rgandi. Mahalla faollari, viloyat kengashi deputatlari bizdan kelib, qanaqa yordam, nevarangiz uchun nima yordam kerak deb xabar olishyapti. Bizni o'zimizga tashlab qo'yayotgan yo'q. Kelgusidagi yordamlar bilan oyoqqa turib ketishliklarini so'rayman. Ezgulik ko'chasida yashovchi 2-guruh nogironligi bor Feruza Murataliyevaning onasi bilan muloqot qilib, uning dard va tashvishini tingladi. Moddiy va ma'naviy ko'mak ko'rsatilgani xonadon egalarini ruhlantirdi. Albatta, xalq vakillari sanalgan deputatlarning o'zlari saylangan hudud saylovchilari bilan tez-tez muloqot qilib, murojaatlarni ijobiy hal etayotgani bu odamlarning ertangi kunga ishonchini mustahkamlamoqda.